Irodam erga tegib ketdi. Uni sevishimni aytib qo'ying iltimos. Hozir irodangizni sevib qo'yishingizni aytsam, bu yaqinda erga teggan bo'lsa, uni eri mana Danatni ko'rib, deydi-da, o'ladida, chunki yaqinda to'y bo'lgan. Ismi Iroda. Brat, tinch qo'ying endi, bo'ldi endi. Всё. Karimov. Zo'r familiya. Shunaqa seryoz insonlarni chaqirib podkast qilinglar, mazza qilib ko'ramiz. Klounlik emas, auditoriyalaringiz ham klounli bo'lib ketadi unaqada. Omad. Okay, endi sizga bitta gap aytaman deyman. Bu sizning dunyoyingizda brat. Qolganlar dunyosida ular motivator ham bo'lishi mumkin, okay? Kelishtirib bundoq ozgina bilib gaplashinglar bratda. Jafar Yoqub qarzinglarni beringlar deb Mirjalol yozibdi. Mana, Jafar Yoqub, qarzinglar bo'lsa beringlar, unaqa qilmanglar. Qarz yomon narsa. Qarz berish ham yomon narsa. Davronbek, boshqacha summalar ko'zga ko'rinyapti-yu, bu prosta ko'rinmayapti, bu rostdan kelyapti. 150 ming so'mdan javob. Saud Abdulvahid bilan bo'lgan suhbat uchun juda zo'r chiqibdi. Omad debdilar. Rahmat sizga kattakon. Ibo Bahram Visi na связи gazini bosinglar debdilar. Ibo Bahram Visi sizga katta rahmat deymiz. Zo'r ketyapsizlar, brat. Hoji akalarni achchiq qilib choy damlab, piyolani bir chekkasiga bir childim malina surib, aylantirib, xo'plab halol, taqvo, foiz nimaligini o'rgatishyapti. Gapingizda g'ij ma'no bor-ku. O'zimcha nimadirlarni tushundim. Siz nimani tushundingiz, o'rtoqlar? Bir kommentariyaga yozib boringlar-da, Jasur akam mana shu gaplarida. Anonimna 50 ming. Anonimna 50 ming. Anonimna 50 ming. Anonimna 50 ming. Всему свое время. Anonimna 50 ming. 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 Anonimni qo'rarsizlar. Bratan, nima bo'ldi hozir? Sanaganlar bormi? Mana shu anonimni 50 bitta odamida hozir shu. Qatta biz danat qila olamiz, biz ham danat qilgimiz kelyapti. Chiroyli gaplarimiz bor. Shuni bir o'qing, ommaga chiqaring deydigan bo'lsanglar, profil tepasida silkalar bor. O'shga o'tib danatni bemalol qilaverasizlar.